joyidan ko'chirilgan tarixiy bino. Bu 3 qavatli bino 1894-yilda qurib bitkazilgan. Bino Newport Avenue tarixiy hududining bir qismi hisoblanadi. Waterways Building tarixi Chikagoning temir yo'l tizimi bilan bevosita bog'liq. 20-asr boshlarida Chikagoning Red Line temir yo'li qurilayotganda bino o'sha paytdagi temir yo'l yo'nalishiga xalaqit beradigan joyda turgan. Bino egasi inshootni sotmaganligi sababli temir yo'li binoni buzib tashlash yoki olib tashlash o'rniga uning atrofidan aylantirib qurilgan va natijada temir yo'lida burilish paydo bo'lgan. Bu burilish poyezdlarning tezligini cheklab kelgan. Oradan bir asrdan ko'proq vaqt o'tib, Chicago Red va Purple Line temir yo'l tizimini modernizatsiya qilishga qaror qildi. Liniyadagi eski burilishni to'g'irlash uchun joylashgan hududni qayta qurish zarur edi. Ammo tarixiy binoni buzishmadi. 2021-yil 2-avgustda binoni ko'chirish ishlari boshlandi. Tayyorgarlik jarayonida binoning ayrim tarixiy qismlari, jumladan ohaktosh, qoplamalari va g'ishtlari ehtiyotkorlik bilan olib tashlanib, vaqtinchalik saqlab qo'yildi. Keyinchalik ularni yana binoga qaytarib o'rnatish uchun olib qo'yildi. Muhandislar bino atrofini qazib, uning ostiga maxsus po'lat relslar va tayanchlar o'rnatildi. Keyin gidravlik domkratlar yordamida bino ko'tarildi va maxsus surish tizimi yordamida yangi joyiga siljitildi. 2021-yil 2-3 avgust kunlari bino taxminan 30 funt, ya'ni 9 metr masofaga surildi. Binoning umumiy og'irligi 850 tonna bo'lgan. Ko'chirish tugagach, bino yangi beton poydevoriga o'rnatildi. Shundan keyin uning avval olib tashlangan tarixiy bezaklari qayta tiklandi. Bu loyiha tarixiy merosni saqlash va zamonaviy transport yo'llarini rivojlantirishni birgalikda amalga oshirish mumkinligini juda qiziq namunasi bo'ldi. Arxitektura sohasida xuddi shunday qiziqarli ma'lumotlarni olish uchun bizga obuna bo'ling va bizni kuzatib boring.